Bitta chizig'i $1 million turadigan arxitektorlar borligini bilasizmi? Ha, bu haqiqat. Birgina sketch rasmi $1 million ga baholangan arxitektorlar bor. Arxitektorlar shunchaki chizma chizmaydi. Ular shaharga o'z tamg'asini bosadi va shahar tarixi va qiyofasini o'zgartiradi. Xo'sh, eng qimmat arxitektorlar kimlar va ular qanday loyihalar yaratgan? Keling buni ko'rib chiqamiz. Biz oddiy uylar loyihasi haqida gapirmaymiz. Bu necha $1 million, balkim $1 milliard loyihalar. Birinchisi Norman Foster, Foster & Partners byurosi asoschisi. O'rtacha loyiha narxi 50 million va undan yuqori. Mashhur loyihalardan Apple'ning bosh ofisi Apple Park qurilishi $5 milliard yoki The Gherkin London qurilishi $1 milliard. Ikkinchi o'rinda Frank Gehry, o'rtacha loyiha narxi 50 million va undan yuqori. Mashhur loyihalardan Guggenheim muzeylari, Walt Disney konsert zali. Uchinchi o'rinda Zaha Hadid Architects, o'rtacha loyiha narxi 30 million va undan yuqori. Mashhur loyihalardan Gaydar Aliyev markazi va qurilishi eng qimmat loyihalardan biri Pekinning bosh aeroporti. To'rtinchi o'rinda Rand Koolhaas, Oma Architects asoschisi, o'rtacha loyiha narxi 40 million va undan yuqori. Mashhur loyihalardan CCTV Tower, The Rotterdam binosi. 5-chi Bjarke Ingels, Big arxitektura byurosi asoschisi, o'rtacha loyiha narxi 20 million va undan yuqori. Mashhur loyihalardan Google'ning Londondagi bosh ofisi. Yaxshi arxitekturaga sarmoya sifatida qaralishi kerak. Bugun arxitektura shunchaki dizayn emas, bu shaharning kelajagini yoki biznesning o'sishini belgilaydigan soha. Guggenheim muzeyi Bilbao'ni turizm markaziga aylantirdi. Apple Park dunyodagi eng qimmat texnologiya markaziga aylandi. Zaha Hadid loyihalari esa shaharlarning qiyofasini o'zgartiradi. Yuqoridagi arxitektura byurolaridan biriga yangi Toshkent uchun bino loyihasi buyurtma berilgan. Agar bu to'g'ri qilinsa, yangi Toshkentning qiyofasini o'zgartira oladi. Kelajakda O'zbekistondan ham yirik arxitektura byurolari chiqishi mumkinmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizga arxitektura va qurilish qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling.